Sardorov. Aliyev. Aliyev! 4-gol va eng chiroylisi balki. Dahshat. O'zi Aliyevni o'ziga yiqitishdi. Yarashaveradi bu yoq. Qarang, mana bu Pushkani. Dahshat. Tarozi ustiga ham tegdi. Trayektoriyasi ham bir g'alati, tepaga chiqib, pastga tushib, chaproqqa ketdi to'p. Hech kimga tegmadi menimcha, yo tegdimi? Yo'q, tegmabdi. Ustunga ham tegmagan. Shundoqqina burchakka borib tushgan. Sodiqov, Sayfiddin, to'p jarima donchasi ichida. Gol! Aliyevmi? Aliyev. Aliyev 5-gol. Qoyil. To'purar. U17 Osiyo Kubogida. Beli bilan urib qo'ydi. Tizzasi bilan shekilli. Yo'q, shu tizza bilan bel zonasi atrofi. To'p beliga tegib kirib ketdi. Hozir qiziqarli. Mayli, qayeri bilan ursa 2-0 qildik. Qani ko'raylikchi. Sodiqovning ajoyib uzatmasi. Son qismi bilan uribdi mana. Son. Ongli ravishda urgan. Bu rikoshetli gol emas. Mana. Qoyillik. To'p yo'nalishini o'zgartirib yubordi. Bu golda Shukurullayev ham qatnashdi. 2-0. Ichkariga pas Aliyev 1-1. Penalti. Albatta. Toza fint bilan aldab o'tgan edi Aliyev. O'sha vaziyat ideal pas. Ideal. Aliyev ham ofsayd chizig'ini his etdi. Start tezligini namoyish etdi. Qolaversa, kichik zonada fint ishlatishga ulgurdi. Qo'shib berilgan vaqt tugab bo'ldi. Mana shu oxirgi teginish bo'ladi to'pga menimcha. Va Sodiqov zarba yo'llamoqda. 3-0. Lekin darvozabon ham topdi, kech qoldi. Aliyev allaqachon golni nishonlashni boshlab yuborgan edi. Zarba berilguncha xuddi Sadio Manedek. Qo'yib qolish kerak Aliyevga. Tiqilgan Sodiqov yana bir bor ko'ramiz. 3-0. Birinchi bo'limning o'zida 3 ta gol. Kuchliroq. Yigitlar o'yindan o'yinga ochilib borishyapti.